Uchqo'rg'on bozorida bunday do'kon borligini bilarmidingiz? Bilmasangiz biz albatta tanishtirib o'tamiz. Do'konimizning kiraverish qismida ayol va qizlarimiz uchun mavjud bo'lgan, bejirim bo'lgan, allergiya bermaydigan, o'chmaydigan va oqarmaydigan bujuteriyalarimiz mavjud. Bujuteriyadan so'ng do'konimizda aka-ukalarimiz uchun, opa-singillarimiz uchun, hattoki bolalar uchun ham qo'l soatlarimiz mavjud. Hozirgi davrda aynan qo'l soat taqish mavsumidamiz. Soatlarimizdan so'ng do'konimizning keyingi qismida sizni ajoyib holatda bo'lgan ko'zoynaklarimiz kutib qoladi. Ko'zoynaklarimiz maxsus ayollar uchun va erkak aka-ukalarimiz uchun ham mavjud. Hozir aynan ko'zoynaklar mavsumi boshlanyapti. Do'konimizda juda turli xil assortimentlar mavjud. Ko'zoynaklarimizdan o'tib bo'lganingizdan so'ng do'konimizning keyingi qismida sizning mobil telefoningiz uchun kerakli barcha jihozlar xizmat ko'rsatish boshlanadi. Masalan, himoya oynalari. Bizda ajoyib yangilik, siz bizning Instagram kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, 5 marotaba himoya oynasi qo'ydirganingizdan so'ng 6-chi albatta sizga mutlaqo bepulga tushadi. Mana do'konimizning asosiy eng qiziqarli qismiga ham yetib keldik. Bu qismimizda siz istalgan so'nggi rusumdagi mobil qurilmalarni qulay va ishonchli narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Shuningdek bu yerda yosh bolalaringiz uchun smart qo'l soatlar, bolalar uchun maxsus planshetlarni xarid qilishingiz mumkin. Do'konimizda kutib qolamiz.